Bismillah do'stlar. Endi o'tganlar haqida biroz ma'lumot beraman inshaalloh. Agarda uyingiz oldidan shunaqangi suv o'tgan bo'lsa, yo uyingiz ichidan o'tgan bo'lsa, bemalol mana shu o'rdaklardan tashlab qo'ysangiz bo'laveradi endi o'tganlardan. Bularga suv bo'lishi kerak. Agar bular cho'milib turmasa, sasib ketadi. Agar shaharda ichida bo'ladigan bo'lsangiz, bu o'rdaklardan boqishni maslahat bermayman, tavsiya bermayman. Chunki bularga suv bo'lmasa mag'ar bo'lib ketadi, kir bo'lib ketadi. Chunki bir ikkita shahardan olib kelgan o'rdaklarimizni ko'rdikda, kir bo'lib ketgan, ustilari nihoyatda haligi nima deydi, bo'mish deydimi? Ana shunga o'xshab ketgan. Keyin kelgandan keyin suvlarda cho'milib, bir ikki kunda o'zgarib, yaltillab ketdi o'rdaklar inshaalloh. Agar siz bunaqa o'rdak boqmoqchi bo'lsangiz, go'sht yo'nalishida bo'lsa, xo'rozlariga e'tibor berishlik kerak. Xo'rozlar nihoyatda yirik xo'rozlar bo'lishlik kerak. Go'sht yo'nalishida bo'lsa. Lekin buni siz shu cho'jasini sotmoqchi bo'lsangiz, tuxumini sotmoqchi bo'lsangiz, qarang, olalari, ola o'rdaklar eng arzoni bo'ladi. Undan keyingi o'rindagi qimmatroqlari qora boshlar bo'ladi. Bunaqangi qora boshlar. Undan ham ko'ra qimmatroq hadavoyi oqlar bo'ladi. Mana oqlar, mana ko'ryapsizmi? Undan ham qimmatrog'i haligi kafeniy rangi bo'ladi-yu, sariq. Ana shunisi qimmatroq bo'ladi. Ularning ichida eng qimmati ana shu ekan va undan ham qimmatrog'i haligi bitta rang chiqdi-yu, uni subhanalloh, kulrangga o'xshagan. Ana shunisi eng qimmati bo'ladi. Buni tuxumlatishlik uchun nima qilishlik kerak desangiz, bug'doyni undirib, biroz undirasizda, undirib berib turasiz. Undirib berib tursangiz, o'zi tez tuxumlab ketadi. Bular hozir mana shu joyda o'tlarni yeb, Allohning izni bilan tuxumlashi yaxshi. Общий hozir 30 nechta ham bo'ldi, 30 nechta. Mana shu joyda o'rab olishim kerak. Setka bilan sekin o'rab olsam, inshaalloh keyin ko'proq tashlasam bo'laveradi. Chunki bir marta keldi, it kelib, it ancha nima qildi. 5-10 tasini o'ldirib ketdi it. Shu narsalarga e'tibor berib, bularda yana yaxshi tomoni, go'shtidan balchiqda hidi kelmaydi, tuxumidan balchiqda hidi kelmaydi. Tuxumlarini buni yosh kelin-kuyovlarga, farzand ko'rmayotgan kelin-kuyovlarga tuxumini yeyish tavsiya qilinadi. Go'shti ham nihoyatda issiqlik bo'ladi. Qo'y go'shtidan issiqroq deyishadi, do'stlar, qo'y go'shtidan issiqroq deyishadi. Agarda shunaqa joyingiz bo'lsa, setka bilan ichiga katak qilib tuxum qo'yadigan joylarni qilib qo'ysangiz, o'zidan o'zi tuxumlaydi-da bular. Keyin bular uzoqqa ketib qolmaydi. Bular hozir kattalari, vzrosliylari ketmaydi, lekin ertaga tuxumlarini ochgandan keyin bolasini olib, onasi oziqlantirgani shu ariq bo'ylab olib ketadi. Agar yo'lda bitta hamtasi ushlab olmasa, qamab qo'ymasa, u kechga yaqin qaytib keladi. Shunaqa uyini aniq topib keladi bular kechga yaqin. Bu o'rdaklar mana shu holatda, qarang. Go'shtlari ham nihoyatda yaxshi, issiqlik. Keyin buni yana yaxshi tomonlaridan biri, ertaga nima bo'lgandan keyin tuxum qo'yishni boshlasa, tuxumini tegmasangiz, 15 ta 20 ta bo'lishligi bilan o'zi kurki bo'lib oladi tezda. Undaqangi nima qilib o'tirmaydi. Kurki bo'lishini kutmaysiz. O'zi tuxumi ko'payishiga 10-15 ta bo'lsa, tezda kurki bo'lib oladi. Buni tagiga o'sha qora tovuqni tuxumi deysizmi, mana shulardan bostirib qo'ysangiz ham bemalol bo'laveradi. Bular asosan 36 kunda ochib chiqadi, 36 kun. Agar havo sovib ketsa, 40 kun, 45 kungacha cho'ziladi. Chunki 45 kunda ochib chiqqani ham bo'ldi. Bularda yana yaxshi tomoni, tuxumlarini kamdan kam palaxta qiladi. Asosan bexato ochib chiqishga mana shunaqa bexato ochadi. Tuxumni yaxshi aylantirsa kerak. Birinchi Allohning izni bilan bo'ladi bu narsa. Tuxumlarni yaxshi aylantiradi. Keyin bularni cho'jasini ichidan nechta desam ekan? Asosiy qismi xo'roz chiqadi, ko'proq xo'roz chiqadi, makiyoni kam chiqadi. Bularda hozir bugungi kunda makiyonlari 130 mingdan 120 mingdan 150 minggacha bo'lyapti. Xo'rozlari 200 mingdan 300 ming, 400 minggacha bo'lyapti xo'rozlari hozir bugungi kundagi narxi.
Agar buni nechtaga nechta qo'shmoqchi bo'lsangiz, 4 ta makyonga bitta xo'roz qo'shsangiz inshaalloh yaxshi bo'ladi. 4 ta makyonga bitta xo'roz. Shunaqa 4 ta makyonga bitta xo'roz qo'shasiz, urug'lanishi yaxshi bo'ladi. Tuxumlarning ichida palaxtasi kam bo'ladi. Keyin bularda o'sha aytganimdek kurki bo'lishligi bilan tagiga boshqa tuxum, boshqa tovuqlarni tuxumini bostirsangiz, misol uchun dakangni yo qora tovuqlarni tuxumidan bostiradigan bo'lsangiz, yaxshi nimasi 21 kunda ochib chiqadi tovuqnikini. Yana o'rniga boshqa tuxum qo'yib qo'yaverasiz. 2 marta, 3 marta ochtirib olsangiz bo'ladi. Bular agarda shunaqa ochiq joyda bo'lsa, bularga bir mahal ovqat bersangiz bo'ladi. Ovqatni ham qanday qilib beryapsiz desangiz, mana bug'doylarni undiryapmanda, suv quyib undirib turib, ertasi kuni mana shuni beraman, o'zi bo'ldi. Shu bilan kechgacha o'zlari ovqatlarni topib yeyishaveradi. Keyin joyi ortiqcha zak bo'lib ketmaslik kerak. Zak bo'lib ketsa, bitlashi tez bo'ladi. Bularni bitlashi qanday bo'ladi desa, bitlamaydi deganlar xato qiladi. Chunki joylari zak bo'lishligi bilan birinchi oyoqlari shal bo'ladi. Oyoqlaridan biti chiqadi-da, oyog'idan chiqib turib, oyoqlarini birinchi so'rib, oyog'ini shal qiladi. O'lmaydi, lekin oyoqlari shal bo'lib qoladi. Keyin 1-2 kundan keyin o'ladi. Hozir bu joyda tepani o'sha qushxona qilyapman deb aytgan joyim, o'sha uzun ayvonda fol qatiryapmiz betga. O'shaning uchun biroz bu joylar bardayroq, e'tibor bermaysizlar inshaalloh. Men tuxumxonasini mana baqa qilganman, tuxumxonasini bu tomonga qilganman. Bu joyda tuxumlab yotibdi, yaxshi o'rdaklar tuxumlayapti. Buni ertaroq ochtirishda nimasi 36 kunda ochadigan bo'lsa, buni erta ochtirishda 30 kun, 31 kunda ochtirishda yana bitta yo'li bor ekan. Ana shu kurki bo'lib bosgandan keyin tagiga falga qog'ozdan solib qo'ysangiz, ertaroq 31 kun issiqni pastga chiqarib yubormas ekanda, ertaroq ochar ekan. Agarda sizni joyingiz bo'lsa, mana shunaqangi oqidan tashlang, yo qorasidan tashlang, yo olasidan tashlang. Inshaalloh ana shu yeringiz bo'lsa, tashab qo'yasizda, keyin qishi bilan so'yib yesangiz ham bolalari o'zi qishgacha so'yib yeydigan bo'lib qoladi. Hozir mana kurki bo'lib yotdi, ertaga birar oydan keyin ochib chiqsa, kuzga borib o'zi bular nima bo'ladi desangiz, o'sha kuzga borib bemalol qishda yesa bo'laveradigan holatga keladi bular. Bu ko'ya baliqlarimiz bor. Bularga shu broiler ovqatidan beryapmiz. Ko'ya baliqlarni ham yaxshi tomoni mana shu ariqdan keladigan suvda qishin yozin turaveradi. Qishda akvariumga olish kerak, boshqa qilish kerak, undaqa narsa yo'q. Dekorativniy baliq bo'ladi. Sazallarga o'xshab katta bo'ladi. Bular ham 4 yilda bolaga kiradi. Ko'ya kometa tashlaganman. Bularda eng arzon ovqati ana shu broilerda eng mayda ovqatidan beraman. Eng arzon va effekti ham yaxshi bo'ladi. Bu joyda o'sha maska, risipka, lutina shunga o'xshagan qushlar 16 juft olib kelganda 16 juft tashladim. Tuxumlari bilan edi. Ba'zi birlari bosdi, ba'zi birlari bosmadi. Shunaqa tuxum bozorga olib chiqishgan ekan, shu uvol bo'lmasin deb olib chiqib qo'ydimda. Olib qo'ydim, hammasini tashladim. Ba'zi birlari bosdi, ba'zi birlari bosmadi. Shunga o'xshagan gaplar. Inshaalloh mana o'rdaklar. Bularga kechga biroz suv berib qo'ysam bo'ldi inshaalloh. Ko'ryapsizlar, oqlari arenda oqlari. Oshnalarimiz bor, so'yib yeydigan. Ana shularda o'rdaklarning ichida turib tursin degan urug' olyapmiz. Keyin asosiy qismi kurki bo'lib olgandan keyin bularda xo'rozlarini bitta kamaytirib olsa bo'laveradi inshaalloh. So'yib yeb olsa bo'laveradi inshaalloh. Shu holatda boqilaveradi.
o'rdak boqmoqchi bo'layotgan odamlar, zakangni yonida bo'lsa uylaring, yo bo'lmasa bir suv o'tgan bo'lsa suvni oldida, soy bo'lsa soyni oldida, shunaqa joylarda bo'lsa bemalol boqsangiz bo'laveradi. Agar itlar yo'q bo'lsa bemalol zakanga olib chiqib qo'yib yuborsangiz bo'laveradi. Abid bo'lishiga uyga qaytib keladi, yo kech bo'lishiga o'zi uyga qaytib kelaveradi. U uzoqlarga qarab ketib, yo'qolib, adashib qolmaydi. Agar bitta ham odam ushlab, netib qamab qo'ymasa. Assalomu alaykum. Bemalol o'rdak boqsalaring bo'ladi.